bolalari bilib qolganda уже kutadi. Sog'in boshlanganda уже barashni boshlaydi, onamga qo'yib yuborgin deb. Shu bilan onasini sog'iladi. Soqqandan keyin bolalarni tegiga qo'yib yuboriladi. Sizlar o'ylamanglar, bolasini, hali onasini sog'ib olib, bolasini qo'yib yuborish bu nima deydi, adolatsizlik degan xabarlarni ham o'qib qolamiz. Xudodan qo'rqmaysanmi degan xabarlarni ham o'qib qolamiz. Lekin bu fikr noto'g'ri. Sababi onasi farzandi uchun, bolasi uchun, uloqchalar uchun albatta bir piyola bo'lsa ham sut olib qoladi va onalik instinkti, echkini onalik instinkti tufayli yana organizm sut ishlab chiqarishni boshlaydi. Shu munosabat bilan echkilarning sutdorlik darajasi oshadi. Ruschasiga aytganda razdoyka deyiladi. 2 mahal sog'asiz va bolasi tegdi yurgani hisobiga razdoyka bo'ladi. 5 mahal, 6 mahal sog'ib vaqtinglarni ketkazishga hojat qolmaydi. Xo'p, bu video manfaatli bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.